Mahmudxo'ja Behbudiy dramaturg, shoir, din va jamoat arbobi, jaddidchilik harakati yetakchilaridan biri. Mahmudxo'ja Behbudiy to'liq ismi Mahmudxo'ja Behbudiy ibn Behbudxo'ja. Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yil 20-yanvarda Samarqand yaqinidagi Siyob volosining Baxshitepa qishlog'ida Imom Xatib Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li xonadonida tug'ilgan. Otasi Ahmad Yassaviy avlodidan, otasining buvasi Niyozxo'janing asli kelib chiqishi urganchlik bo'lib, Samarqanddagi 18-asr oxirida Amir Shoh Murod hukmronlik davrida ko'chib kelgan. 1868-yilda rus askarlari Samarqandga bostirib kirgandan keyin otasi Behbudxo'ja oilasini olib Baxshitepa qishlog'iga ko'chib o'tgan va shu qishloqda imomlik qilgan. Behbudiyning onasi esa muftiy Odil Mansur o'g'lining singlisi bo'lgan. Behbudiy dastlab otasidan Qur'on ilmini o'rgangan. Keyinchalik 6-7 yoshlarida tog'asi Mahmud Siddiq qo'lida o'qib savod chiqargan. 15 yoshida boshqa bir tog'asi Mulla Odil o'zi mudarrislik qilgan madrasada o'qitib ta'lim bergan. Behbudiylar oilasi ma'rifatparvar va ziyoli bo'lgan. Ikki singlisi ham o'qib tahsil olgan, Qur'onni yaxshi bilgan. Katta singlisi Xuruniso Qoribegim unvoniga ega bo'lgan. 1893-yilda onasi, 1894-yilda esa otasi vafot etgan. Behbudiy 18 yoshida Chashmai Ob volostida qozi vazifasida ishlagan. Tog'asi Muhammad Siddiq qo'l ostida mirzalik qilgan. Tog'asi oldida 2 yil ishlagach, mirzalik faoliyatini Kobud volosti qozisi Mulla Zubayr Yaxshiboy o'g'li qo'lida davom ettiradi. Chunki bu paytda tog'asi qozilikdan bo'shatilgan. Mirza va qozilik bilan shug'ullanib, so'ng Jomboyda muftiylik darajasiga ko'tarilgan. Behbudiy Kabud bo'lisida 10 desyatina yerga egalik qilgan. O'ziga to'q va badavlat kishidir. Behbudiy 1899-1900-yillarda Buxorolik do'sti Hoji Baqo bilan birga Makka va Madinada haj safariga otlangan. Shu sababli Rossiya, Arabiston, Misr, Turkiyani kezib chiqqan. Safar jarayonida sayohatning har qanday turi, poyezd, kema, otda va piyoda yurib dunyo kezgan. Sayohat davomida yangi maktab, usuli jaddid ochish fikri mustahkamlanib bordi. 1914-yili 2-marta haj safari chog'ida Shom, Quddus, Odessa, Istanbul va boshqa shaharlarni kezgan. O'z sayohati davridagi xotiralarini Samarqandda nashr etilayotgan Oyna jurnalining tahririyatiga yuborib turgan. 1903-1904-yillarda Moskva, Peterburg, Orenburg, Qozon va Qrimda bo'lgan. Ma'ruf sohasida Rossiya va tatar arboblari tajribasini o'rgangan. Mahmudxo'ja Behbudiy Ismoil Gaspirinskiy bilan 1-marta 1897-yilda Gaspirinskiyning Turkistonga sayohati vaqtida Samarqandda tanishgan. Ismoil Gaspirinskiy bilan uchrashuvi keyingi hayotiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ismoil bey va Behbudiyning ikkinchi uchrashuvi 1914-yilning yozida yuz bergan. Alloma marg'ulonlik bir kishi bilan Istanbulning Gulxane bog'ida yurganda tasodifan Ismoil Gaspirinskiyni ko'rgan va o'xshatgan bo'lsam kerak degan o'y bilan salom berib o'tib ketgan. Orqasidan javob ovozi kelgach, ikki do'st yaqindan ko'rishgan. Gaspirinskiyning taklifi bilan Shahin podsho mehmonxonasida yuz bergan suhbat 7 soat davom etgan. Gaspirinskiy suhbat yakunida Behbudiyni Qrimga taklif etadi. Oradan ko'p o'tmay Ismoilbey vafot etgan va Istanbuldagi uchrashuv ularning eng so'nggi qarshilashishi bo'lgan. Behbudiy 1903-yilda Samarqandning Jomboy tumaniga qarashli Rajabamin qishlog'ida Usuli Saftiya maktabini ochadi. Bu maktab Abduqodir Shakuriy xonadonida tashkil etilgan. Maktab o'quvchilarining katta qismi shaharda bo'lganligi va Rajabamin qishlog'ida qatnash qiyinligi sababli keyinchalik bu maktabni Behbudiy o'zining hovlisiga ko'chiradi. Shu davrda u maktab o'quvchilari uchun bir qancha darsliklar yaratgan. 1904-yilda Risolai Asbobi savod chiqarish kitobi, 1905-yilda Risolai Jo'grafiyai Umroniy aholi geografiyasiga kirish, 1906-yilda Muntaxabiy jo'grafiyasi umumiy, qisqacha umumiy geografiya, 1908-yilda Kitobatul Atfol bolalar xati, 1908-yilda Amaliyoti Islom, 1909-yilda Tarixiy islom kitoblarini
nashr ettirgan. Muntaxabiy jo'g'rofiya umumiyning to'liq nomi Kitobi Muntaxabiy jo'g'rofiyai umumiy va namunai jo'g'rofiya bo'lib, uni chop etish uchun 1905-yilning 24-avgustida Sankt-Peterburg senzurasidan ruxsat olingan. Shundan so'ng 1906-yili Samarqanddagi G.I. Demurov matbaasida bosilgan. Sahifalari soni 106 ta. Muallif ushbu qadim fanga tegishli turkiy, forsiy, arabiy, rusiy lug'atlarga tasnif bo'lgan 30 qadar qadim va jadid kutub va rasoili jo'g'rofiya, tarixiy, hayatiy, riyoziy, tabiiylardan va yana juda ko'p turli xildagi manbalardan foydalangan holda yozganini qayd etgan. Behbudiy 1917-yilning 16-23 aprelida Toshkentda bo'lib o'tgan Turkiston musulmonlarining 150 nafar vakili qatnashgan qurultoyda ishtirok etib, nutq so'zlagan. Nutqida musulmonlar orasidagi har qanday ixtiloflarga qarshi chiqqan, ulug' maqsad yo'lida birlashishga chorlagan. Shunday kelishmovchiliklar tufayli mustamlakot qoidasiga bizni idora eturlar deb ochiq so'zlagan. 1917-yilning 17-martida qabul qilingan Buxoro amirligida amir boshchiligida islohotlar o'tkazish talabi to'g'risidagi manifest mualliflaridan biri bo'lgan. Behbudiy bu qurultoyda o'lka musulmonlar shurosining raisi etib saylangan. 1917-yil 26-noyabrda Behbudiy Qo'qonda ish boshlagan o'lka musulmonlarining 4-favqulodda qurultoyida qatnashgan. 27-noyabrga o'tar kechasi Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Uning g'oyaviy rahbarlaridan biri Behbudiy bo'lgan. Muxtoriyat shurolar tomonidan vahshiyona bostirildi. Behbudiy may oyining boshlarida Samarqandga qaytdi. U yerda ko'p tura olmay Toshkentga keladi. Bu davrda jadidlar va milliy ziyolilar oldida 3 tanlov mavjud bo'lgan. Birinchisi xorijiy davlatga chiqib ketish, ikkinchisi qo'lida qurol bilan o'z fikr va g'oyalarini himoya qilish, uchinchisi yangi tuzilgan hukumat bilan murosaga kirib, yo'lga kirib, xalq taraqqiyoti, ma'rifati yo'lida xizmat qilish bo'lgan. Turkiston jadidlarining yetakchisi bo'lgan Behbudiy xalq orasida katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan. Yangi tuzilgan hukumat ham buni yaxshi tushungan. Shu sababdan Alloma yangi hukumat tarkibida milliy masalalar bo'yicha komissariyat organlarida ishlashga rozilik beradi. Komissariyatning turkiy millat masalalari bo'limini boshqarish vazifasida faoliyat yuritgan. Hujjatni mutafakkir Toshxo'ja Ashurxo'ja imzolagan. Behbudiyning oylik maoshi 700 rubl etib belgilangan. Komissar o'rinbosari sifatida Behbudiy hududdagi ma'naviy hamda ma'rifiy ishlarga mas'ul bo'lgan. Shu davrda uning tashabbusi bilan Ishtirokiyun kommunist gazetasi nashr qilingan. Behbudiy nashr bosh muharriri vazifasiga Orif Klivliyevni tayinlagan. Behbudiy 1918-yillari siyosatda faol bo'lgan. Arxiv hujjatlardan olingan ma'lumotlarga qaraganda 1918-yilning yozida Toshkentga borib, Turkiston hukumatining qurultoyida qatnashgan. Shuningdek, ocharchilikka barham berish va oziq-ovqat muammosini bartaraf qilishga oid maqolalarni e'lon qilgan. Partiya va ijro organlarining mutasaddi rahbarlari bilan uchrashgan. Kuz oylariga kelib, Behbudiy sovetlar va kommunistlar olib borayotgan siyosat mafkurasi noto'g'ri yo'nalishdaligini anglab yetgan. Bu mafkura mahalliy xalqlar uchun zararli degan qarorga kelgan. Natijada 1918-yilning oktyabr-noyabr oylariga kelib vazifasidan ketishga qaror qilgan. Hujjatlarda ko'rsatilishicha, Turkiston komissarlar soveti raisi Malkovning imzosi bilan Mahmudxo'ja Behbudiy raislik qilgan sektor tarqatib yuborilgan. 1918-yilning 5-noyabridan boshlab sektor a'zolariga taqdim qilingan tashviqot va targ'ibot olib borish huquqini beruvchi hujjatlar bekor qilingan. Behbudiy ham tashkilotni tark etgan. Ilmiy tadqiqotchilar fikricha, Behbudiy shundan keyin haj safariga otlangan. Behbudiy ijodiy faoliyati davomida 2 pyesa yozgan. Biri nashr etilmagan. 1911-yili birinchi o'zbek dramasi bo'lgan Padarkush yoxud o'qimagan bolaning holi asarini yozgan. Yozuvchi asar sarlavhasidan so'ng qavs ichida janr va mavzusini Turkiston maishatidan olingan ibratnoma deb keltirgan. 3 parda, 4 manzarali, mazmunan sodda asarda o'qimagan, nodon va johil bolaning o'z otasini o'ldirgani haqida bayon etilgan. Asarning ilk qismlari Buxoroda chiqayotgan Turon gazetasining 1913-yil 1 va 3 yanvar sonlarida bosilgan. Biroq gazeta yopilishi natijasida so'nggi qismlari nashr etilmagan. Padarkush asari Samarqand harbiy gubernatori general-mayor Ilya Oleshelidizning ko'magi va matbuot ishlari Tiflis qo'mitasining 1913-yil 23-iyul sanali ruxsati bilan Samarqanddagi Gazarov va Siyanov matbaasida bosilib chiqqan. Kitob muqovasiga Borodino jangi va Rossiyaning fransuzlar bosqinida xalos bo'lishining yubileyiga bag'ishlanadi degan yozuv qayd etilgan. Pyesa sahnaga chiqishi uchun yana 1 yilcha vaqt ketgan. Asar 1914-yilning 15
yanvarida Samarqandda ozarbayjonlik rejissyor Ali Asqarov tomonidan Qiroatxonai Islomiya Islom qiroatxonasi kutubxonalar zalida namoyish qilingan. 1914-yil 27-fevralda Abdulla Avloniy boshchiligida Toshkentda Turon teatr truppasi tomonidan Kolizey maydonida qaytadan sahnalashtirilgan. Behbudiy roziligi bilan Padarkush spektakli 1914-yil 5-martda Buxoroning Turkiston saroyida Husayn Najib rahbarligida tatar san'atkorlari tomonidan sahnaga qo'yilgan. Inqilob jurnalining 1922-yilda nashridan chiqqan sonlarining birida B.A. Payakovskiy O'zbek teatr tarixi nomli maqola e'lon qiladi. Maqolada teatrning vujudga kelishi haqida fikr yuritib, o'zbek teatrining asosini qo'yib beruvchi samarqandlik Mahmudxo'ja Behbudiydir deb yozgan. Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining publitsistik faoliyatini 1902-yilda Turkistonda mahalliy tilda nashrdan chiqqan rasmiy Turkiston viloyatining gazetidan boshlagan. Gaspirinskiy 1904-yilda bo'lib o'tgan Rus-Yapon urushi munosabati bilan Tarjimon gazetasida musulmonlarni ushbu urushda qatnashayotgan rus hamda musulmon askarlarga yordam ko'rinishida pul, kiyim-kechak, oziq-ovqat to'plab jo'natishga da'vat qilib bir qancha maqol yozgan. Behbudiy ham aynan shu mavzuda Turkiston viloyatining gazeti ro'znomasida kichik maqola e'lon qilgan. Maqolada Behbudiy Turkiston aholisiga musulmonlar nima uchun rus askarlariga hamda podshoh hokimiyatiga yordam berishlari sababini tushuntiradi. Yozuvchi o'z so'zlarining isboti ko'rinishida gazetalarda yozilib turgan Qrim tarafdagi ba'zi shaharliklar mablag' va kiyim yig'ib yuborganliklari hodisasini misol tariqasida keltiradi. Behbudiy gazetalar deganda aynan Tarjimon gazetasini nazarda tutgan va tarjimonda berilgan ma'lumotlardan foydalangan. Oyna jurnalining ilk sonidayoq Behbudiy 2 emas 4 til lozim nomli maqolasini e'lon qilib, o'zbek, arab, tojik, rus va hatto biror uzoq xorij, masalan fransuz tilini bilish shart deya murojaat qilgan. Hurriyat gazetasida e'lon qilgan Haq olinur berilmas maqolasida mustaqillikka faqat qo'lga qurol olib erishish mumkinligini bayon qilgan. Qozoq qarindoshlarimizga ochiq xat maqolasida turli ixtiloflar ichidagi qozoq xalqini birlikka chaqiradi. Ayni paytda tilning muhofazasi har millat o'z tili ila faxr etar. O'zaro munosabatlar, til masalasi 1915 haqida muhim va zarur maqolalar chop etdi. Adabiy tanqidga jiddiy e'tibor qilgan, shuningdek teng huquqlilik masalasini ham ko'targan. Tanqid saralamoqdir. 1914-yil millat sha'nini oyoq osti qiluvchi fikr va qarashlarni rad etib, Turkiston xalqini o'z nomi bilan atash kerakligini talab qilib chiqqan. 1913-yili yozilgan Ehtiyoji millat maqolasida 30 yil muqaddam Samarqand hududidagi bitta Yomoni mahallasining o'zida 300 alochabob ishchi bo'lgani ta'kidlangan. Ayni paytda ulardan bor yo'q 30 kishi qolgani va yana 10 yildan so'ng qolgani ham tugab ketishi xavfi borligi qayd etilgan. Bu ketishning oxiri yomondir. O'qimoq va o'qitmoq kerakdir. Otalardan bolalarga ilmi diniy va ilmi zamonaviy meros qolsin deydi alloma. Behbudiy o'zbek matbuoti tarixida maqolanaviy sifatida o'z o'rniga ega. Uning hozirgacha aniqlangan maqolalarining soni 300 ga yetadi. Ular turli xil mavzuda ilk maqolalaridan boshlab kommunistik mafkurani rad etgan, xayoliy bu toifaga qo'shilmoq biz musulmonlar uchun nihoyatda zararli deb yozgan edi. Xayrul umuri avastuho, ishlarning yaxshisi o'rtachasidir. Xurshid gazetasi 1906-yil 6-son. O'zlikni anglashni muhim biladi. Qabilasining ismini va 7 otasining otini bilmaydiganlarni qulq marquq derlar deb yozadi. Sart so'zi majhuldir. Oyna jurnali 1917-yilning oxiri 1918-yilning boshlarida jaddidlar qurgan ilk demokratik davlatchilik namunasi Turkiston muxtoriyatining taqdiri hal bo'layotgan bir paytda o'lka xalqlarini birlikka chaqiradi. Behbudiyning yurt obodligi yo'lida boshlagan ijobiy ishlaridan biri Behbudiya kutubxonasining tashkil etilishi bo'ldi. Behbudiy birinchilardan bo'lib Samarqandda kutubxona faoliyatini yo'lga qo'ygan. 1908-yil 11-sentyabrda Samarqand hokimining rasmiy ruxsati bilan ushbu kutubxona yangi rastada ochilgan. Biroq kutubxonaning ochilishi haqidagi xabar biroz avval chop etilgan. Bu haqida Turkiston viloyatining gazetida xabar berilgan edi. 27 bobdan iborat bo'lgan dastur kutubxonaning barcha rasmiy masalalarini belgilab bergan. Kutubxonaga yillik a'zolik badali 3 so'mni tashkil etgan. Kutubxonaning asosiy maqsadi mahalliy musulmon yoshlari va madrasa talabalarini zamonaviy ilmlar bilan shug'ullanishga undash bo'lgan.
Kutubxona faoliyatida Mahmudxo'ja Behbudiyga jaddid ma'rifatparvarlari Hoji Mo'in Vasli, Samarqandiy va pedagog Abduqodir Shakuriy yordam bergan. Tuzilish jihatdan xilma-xil va boy fondga ega bo'lgan chet el davlatlaridan nashrdan chiqqan dunyoviy va diniy kitoblar, suratli jurnallar hamda gazetalar, ensiklopediya, lug'atlar, xarita va atlaslardan o'qib foydalanish mumkin bo'lgan. Kutubxonadagi kitoblar fondi dastlab 200, keyinroq 225 jildga yetgan. Kunda 14 soat davomida ishlagan. Ochilishidan 7 oy o'tib a'zolar soni 125 kishiga yetgan. 1910-yillarga kelganda faoliyati so'na boshladi. Bunga avvalo o'lkadagi jaddidlar va qadimchilar qarama-qarshiligi sabab bo'lgan. Mullalar ota-onalar bilan suhbatlashib, kofirxona sifatida u yerga borishni taqiqlab qo'yadi. 1912-yilda sanoqli kishi kutubxonadan foydalangan. 1914-yildan moliyaviy qiyinchiliklar boshlanadi. 15 a'zodan iborat yillik yig'ilish paytida kutubxonani saqlab qolish va iqtisodiy muammoni hal etish maqsadida spektakl qo'yishga kelishib olinadi. Tomoshalari ham qadimchilar tomonidan rad etilgach, kutubxona faoliyati tugaydi. Kutubxona 1908-1914 yillarda faoliyat yuritgan. Behbudiy kutubxonani o'zining uyiga ko'chiradi va Behbudiya kutubxonasi deb nomlaydi. Keyinchalik u yerda chet elda nashr qilingan kitoblarni sotishni ham yo'lga qo'yadi va ularning ro'yxati Oyna jurnalida e'lon qilinib boriladi. 1919-yilda favqulodda komissiya ayg'oqchilari ko'magi bilan Shahrisabz bekligida Mahmudxo'ja Behbudiy va hamrohlari Muhammadquli O'rinboyev, Mardonquli Shoh Muhammedovlar qo'lga olingan. Taxminan 2 oycha vaqt o'tib Qarshiga olib kelinib, zindonga tashlangan. Qarshi begi Tog'aybekning buyrug'i bilan bir necha kundan keyin Nuriddin Xo'ja og'aliq Ahmadxo'ja o'g'li tomonidan zindon yaqinida joylashgan podshohlik chorbog'ida qatl ettirilgan. Allomaning qatl etilgani haqidagi xabar o'sha paytdagi poytaxt Samarqandga rosa 1 yildan keyin yetib keladi. Behbudiyning o'limiga bag'ishlab Abdurov Fitrat Behbudiyning sag'anasini izladim she'rini Sadriddin Ayni Behbudiy afandini esga tushirib qatl va qatlgohga xitoban, Behbudiy ruhiga ixtilof va Cho'lpon Mahmudxo'ja Behbudiy xotirasiga nomli marsiyalarni yozgan. Behbudiy o'limi arafasida izdoshlariga vasiyatnoma yozib qoldirgani manbalardan ma'lum. Unda Fitrat, Siddiqiy, Vadud Mahmud, Akobir Maxdum, Abdulqodir Shakuriy bilan birga Ayniyning nomi ham qayd etilgan. So'nggi maktubida ma'ruf yo'lida ishlay turgan muallimlarning boshini silangizlar, ma'rufga yordam etingiz, o'rtadan nifoqni ko'taringiz, Turkiston bolalarini ilmsiz qo'ymangiz, har ish qilsangiz jamiyat ila qilingiz, hammaga ozodlik yo'lini ko'rsatingiz deb xitob qilgan. Mahmudxo'ja Behbudiyning oilasi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1893-yilda uylanib, 4 o'g'il hamda 1 qiz farzand ko'rgan. Katta o'g'liga Mas'udxon deb ism qo'ygan. U 1897-yilda tug'ilgan. Mas'udxon ham eski maktabda ham gimnaziyada tahsil olgan. Ulg'aygach ro'znoma hamda nashriyotlarda tarjimon vazifasida ishlagan. 1933-yilda Qatag'on to'lqini natijasida otasi Mahmudxo'ja Behbudiy xalq dushmani deb e'lon qilinadi. Mas'udxon shundan so'ng ta'qibga uchrab, Tojikistonga ko'chib o'tishga majbur bo'ladi. O'sha yerda yashirin ravishda ijod bilan shug'ullangan. 1937-yilda o'rta maktab o'quvchilari uchun adabiyot bo'yicha 2 darslik xrestomatiyasini yozib nashr ettirgan. Ikkinchi farzandi Maqsudxon 1911-yili tug'ilgan. Dastlab usuli jaddid maktabida o'qigan, keyin Bakuda joylashgan muallimlar tayyorlash kursida 2 yillik tahsilni tamomlagan. 1932-yili 21 yoshida vafot etgan. Qizi Parvinaxon, Surayoxon ham deyishgan. 1902-yilda tug'ilgan, 10 yoshigacha Abduqodir Shakuriy tashkil qilgan usuli jaddid maktabida o'qigan. Keyinchalik Parvina asosan uyda tahsilni davom ettirib, muallimlardan fransuz va rus tillaridan saboq olgan. 2 qizi yoshlik chog'ida vafot etgan. O'zi xalq dushmanining qizi tamg'asi ostida kun kechirgan. 1987-yili vafot etgan. 4-farzandi Matlubxon 1914-yili tug'ilgan. 1942-yilda Ikkinchi jahon urushiga safarbar qilingan. Urush davrida bedarak yo'qolgan. Faoliyatini tadqiq qilish. 20-asrning 20-yillarida Hoji Mo'in Shukrullo o'g'li Sadriddin Ayni, Laziz Azizzoda singari zamondoshlari tomonidan bir qancha maqolalar yozilgan. Alloma hayoti va faoliyatini yoritishda 1922-1923-yillarda Hoji Mo'in muharrirlik qilgan. Mehnatkashlar tovushi hamda Zarafshon gazetalarida e'lon qilingan maqolalari ham muhim ahamiyatga ega. Sadriddin Ayni Behbudiyni olishon ustod hamda Turon dohiysi kabi nomlar bilan
ulug'lagan. Behbudiy hayoti va faoliyatini yoritishda keyinchalik Ahmad Aliyev, Solih Qosimov, Naim Karimov, Begali Qosimov, Sherali Turdiyev, Sirojiddin Ahmedov, Ulug'bek Dolimov, Bahodir Karimov, Shuhrat Rizayev, Nurboy Jabborov, Zaynobiddin Abdurashidov kabi ko'plab jaddidshunos olimlar izlanish olib borgan. Germaniyadagi Humboldt universiteti professori, turkshunos olim Ingeborg Beldauff Behbudiyning haj safariga oid kundaliklarini nemis tiliga tarjima qilish bilan shug'ullangan. Ingeborg Beldauff Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda nomli maqola yozgan. 2023-yilda Naim Karimov Mahmudxo'ja Behbudiy monografiyasini nashr etgan. 2025-yilning 3-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiston jaddidchilik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150-yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Qarorga ko'ra 2025-yilda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida Mahmudxo'ja Behbudiy merosi va jaddidchilik harakatini o'rganishning dolzarb masalalari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasi hamda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik teatrida Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150-yilligiga bag'ishlangan tantanali adabiy ma'rifiy xotira kechasi tashkil etilishi belgilangan.